Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun shahrimizdagi eng muhtasham koshonalardan biri bo'lgan O'zbegim saroyi to'yxonasida eslarimizning yorqin vakillaridan biri bo'lgan Beruniy tumanidan tashrif buyurgan iste'dodli ijodkor Bekzod Ismoilov hamda Humo video studiyasi bilan birgalikda chiroyli bir to'yni nishonlashga tashrif buyurdik. Yoshlarga baxt tilaymiz. Yurtimizda bugungidek yaxshi kun, to'y va tantanalar ko'p bo'lsin deb niyat qilamiz. Humo video studiyasini kuzatishda davom eting azizlar. Barchaga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Tantanamiz sababchilari bo'lgan kelin va kuyovlarimiz to'yxonamizga, to'y davramizga qadam ranjida qilmoqdalar. Keling ularni munosib tarzda qarshi olsak. Barchangizga bugungi to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat. Xush kelibsizlar xonadon sohiblari. Yaxshi niyat bilan dildan ko'ngildan oldingizga dasturxon yosilgan dasturxondagi non-suv ne'matlardan bahramand bo'lasizlar degan niyatimiz. Ayni daqiqalarda bugungi to'yimizni mana shunday tarixiy lahzalarni tarixda muhrlab borayotgan Humo video studiyasi yigitlari bugungi go'zal daqiqalarni tarixda muhrlab bormoqda.